ekansiz. Aytilmabdi, aniqlashtirilmabdi. Bu shaxsiy hayotimdami yoki kasbiy hayotimdami aytilmabdi. Kasbimda dissertatsiya ishimni himoya qilayotgan paytimda kerakli hujjat chiqarilmagan bo'lib qolgan. Ayni himoyam boshlanish arafasida, lekin meni qo'limda kamchiligi bor hujjat turibdi. Tezda Inomjonga telefon qilib, "Qattasiz, tezda yetkazib keling" deb aytganman. Boshlagunga qadar birpasda yetkazib kelishgan. Muvaffaqiyatli o'tgan. Judayam oqilona vaziyatdan chiqish usulidan foydalangan ustozimizga qarsilar. Qorbobojon, sizga alohida she'r yozildi. O'qib maylimi? Qanday yaxshi-ya. Ha. Nima? Hozirgina yozildi, yodlashga ulgurmadim. Bertoring. Qorbobo kuchli motivatsiya borib chek. Aha, albatta, albatta. Qorbobodan ruxsatni oldim. Hop. Manzilga ilitmaydi mayda qadamlar. Mayda orzularga bermangiz qanot. Mayda gap so'zlarni qo'ying odamlar, toki maydalashib ketmasin hayot. Mayda g'amlardan ham asragin yurak, ulkan she'riyatni sol dilistonga. Katta orzu, katta maqsadlar kerak, katta yo'lga chiqqan O'zbekistonga. Ijtimoiy hayotga tinchlik qaytaring, ezgulik ulashing bir-biringizga. Bu bir kam dunyoda bekami ko'z yo'q, sizni dilingizni bilguvchi Alloh. Amalda bajaring vijdon amrini, yaxshilik qiladi har bir insondan. Pedagog degan nom asli martaba, ikki dunyo ajriga tuhfa. Tabiiy samimiyat qanday yaxshi, ko'ngillar isinsin issiq taftlarga. Yangi yil yangicha ishlash yilidir, markazimiz ko'milsin baxtlarga, shonga. Tilimiz erkini bo'lmasin hech kim, gullasin yashnasin ozod bo'lgan qalb. Har kimning uyiga quvonchlar to'lsin, g'urbatlar yo'qolsin har bir maskanda. Bo'lak yashang, bo'linmang aslo. Bir mayizni 40 bo'lgan ustozlar, birdamlik bor joyda g'alaba bordir. Intilsak tole yor, g'anim bekordir. Metodist degani yo'l ko'rsatuvchi, har ishni yaxshilik bilan qilguvchi. Soxta so'z demaydi, adolat deydi. Renessans davrida ijod ushlaydi. Akademik faoliyat mardlarning uyi, qo'llovchi, tushunuvchi, iymonning joyi. Harir ro'mollilar, milliy choponlilar, markazning yuragi, erkatoyi. Yangi yil xudoning bir kuni, adolat bayrog'ini hilpiratar u. Yomonlik hech foyda keltirmas, Alloh yaxshilarni nazardan qo'ymas. Hamkasblarim, mehribonlarim, eski sirdoshlar, qadrdonlarim, yoshligim eslatuvchi yoshlarim. Yangi yil qadr yili muborak bo'lsin. Yangi yil shodlik yili bo'lishini so'raymiz. Ko'kka uchyapmiz shukr, to'lishini so'raymiz. Kattalar hurmatda, kichiklar izzatda, simfoniya albatta, hamkorlikni so'raymiz. Mahallaga vaqtimiz ortsin, jamiyat yuksalsin, rivojin topsin. Yangi yil insonparvarlik yili, hammaga omad kulsin, g'irot otlari chopsin. Pedagogika psixologiya adolatli xolisdir. Kimki qonunni buzsa, to'g'rilovchi kalitdir. Havas qilganlar yetsin murodi maqsadiga. Yangi yilda yangilansin olimlar safimizda. Yerda bo'lsa rizqingiz chiqarguvchi Allohdir. Rizq Allohdan, rizq ilohdan ko'targuvchi Allohdir. Hamma narsa yangi bo'lsin do'stlarim faqat, chehramizdan arimasin hayotning rangi. Hamma narsa yangi bo'lsin do'stlarim faqat, g'am bo'lmasin eski g'amlar, bo'lmasin yangi. Azlar, yangilingiz bilan. Ertalab Barno aytdi, tezda yozdim. Kompyuterda o'tirgan joyimizda yangi hali qog'ozini
issiq tashti ketgani yo'q azizlar. Yana bir karra yangi yilingiz muborak bo'lsin. Yangi yil kelmoqda, eshik qoqib, kelsiniz zafarlar, hammaga boqib. Yangi yilingiz bilan. Bu she'rda nafis ovoz bilan chiroyli qilib o'qib bergan So'zamon ustozimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bu sovg'a yozgan she'rimga endi savolga o'tamiz. Xo'p, muammoli vaziyatlarda duch kelganingizda ko'proq nimalarga tayanasiz? Tajribangizda, his-tuyg'ularingizga yoki qoidalarga bo'ysunasizmi degan savol tushibdi azizlar. Pedagogikada shunaqa narsa bor. 3 ta farzand tarbiyalaganman. Ko'pincha farzandimning kayfiyati yo'q bo'lsa, hozir hammalari bugun nabiralarim qaytaryaptilar. Bo'shashmayman, ishga shayman. Bo'shashsakim o'tirsakim, uni turtib o'tar har kim. "Iye, bolam, bu kayfiyatingiz juda tushkun gapiryapsiz-ku, keling baland ovozda gapiramiz" deb yana baqirib aytirishga harakat qilardim. Bo'shashmayman, ishga shayman, bo'shashsakim o'tirsajim, uni turtib o'tar har kim. Va shuni 7 martagacha takrorlaganimizda bolamning kayfiyati o'ziga kelardi va biz achomlashardik. Hozir endi bir qorboboni achomlab oling. Va azizlarim, hamma yiqiladi, hamma qoqiladi. Yiqilmang, qoqilmang yangi yilda. Lekin qanday qilib o'rningizdan turishingizni biling. Yangi yilda huquqlaringiz, yangi yilda manfaatlaringiz hech qachon paymol bo'lmasin. Azizlarim, yangi yilingiz bilan. Orqadan yana sovg'a oldim. Ura! Yangi yilingiz bilan.